Bir deganda 5 ta obzor ko'rsatsam nima deysiz? 2 ta Anchor 90, ya'ni 2 ta Isuzu va 3 ta faxlarga chiroyli holatda hammasiga 70 ga 30 sistemasida metan ustunovka qilinyapti. Yangi olganingizdan keyin uni motorini ochib, galopkalarni yo'ndirishni ba'zilarimiz xohlashmagani uchun deyarli hammasi 70 ga 30 sistemasida metan ustunovka xudo xolasa qilinyapti. Lentalarni 4 talab chiroyli holatda, hammasini akkuratli qilgan holatda, eng asosiysi original jihozlar bilan xudo xolasa chiroyli holatda ustunovka ishlari ketmoqda. Balonlar turish holatlariga hammasi bir xil. Ba'zilariga 200 talik, ba'zilariga 150 talik, hammasini ideal holatda joylashish ishlari ketmoqda. Xudo xolasa Mia blogi Alex brendiga tegishli gaz dizelga mos Mia bloglari bilan chiroyli holatda ustunovka ishlari ketmoqda. Farsunkasiga keladigan bo'lsak, italyanskiy real farsunka, reduktorga keladigan bo'lsak, AT12 ning originalini xudo xolasa chiroyli holatda qo'yishlari ketmoqda. 200 talik, 2 ta 150 talik, xudo xolasa bu baklarni chiroyli holatda mana shunga sig'dirib, akkuratli holatda ustunovka qilib beramiz. 70 ga 30 sistemasining yaxshi tomoni, ertaga metanda nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bittagina o'tgan bilan dizelda yursangiz bo'ladi. Eng asosiysi esa motor hech qayerga ochilmaydi, ideal holatda ustunovka qilinadi. Aka, shuncha mashina ustunovka qildirib yurgan paytda siz hali ham motoringizni ochirib yoki dizelda harakat qilib yurgan bo'lsangiz, bu yaxshi emas. Kelsangiz ishingizni chiroyli, sifatli va eng asosiysi arzon narxda qildirib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilib o'zingizni qiziqtirgan savollarni bersangiz bo'ladi.